Masshtab mavzusi bo'yicha berilgan quyidagi masalalarni ko'rib o'tamiz. Birinchi savolda xaritada ikki shahar orasidagi masofa 4,5 sm ga teng. Xarita masshtabi 1 bo'lingan 2 million bo'lsa, shaharlar orasidagi haqiqiy masofa qancha kilometr bo'ladi deb berilgan. Uzunlik o'lchov birliklariga ko'ra 1 metrning qiymati 100 cm. Demak, santimetr birlikdan metr birlikka o'tish uchun ikkita nolni o'chirish kerak, ya'ni 100 ga bo'lish kerak. 1 kilometrning qiymati esa 1000 metr. Metr birlikdan kilometr birlikka o'tishda unda 3 ta nol o'chiriladi, ya'ni 1000 ga bo'linadi. Agar bizga 100 ming santimetr berilsa, biz ikkita nolni o'chiradigan bo'lsak, bu son metr birlikka o'tadi, ya'ni 1000 metr bo'ladi. Shundan so'ng yana 3 ta nol o'chiriladigan bo'lsa, u holda bu yerda 1 kilometr kelib chiqadi. Demak, 100 ming santimetrdagi 5 ta nol o'chganda 1 kilometr birligi kelib chiqyapti. Santimetrdan kilometrga o'tishimiz uchun jami bo'lib 5 ta nolni o'chirishimiz kerak. Shu holat bo'yicha 1 bo'lingan 2 million. Ya'ni bu yerda bu sonning ma'nosi xaritada har bir santimetrda 2 million santimetr tasvirlanyapti deb berilyapti bizga bu ma'lumot. Endi biz shu ma'lumotdagi 5 ta nolni o'chiradigan bo'lsak, bu yerda hosil bo'ladi xaritada har bir santimetrda 20 kilometr tasvirlanayotgan ekanligi. Agar xaritada 4,5 santimetr ikki shahar orasidagi masofa bo'lsa, haqiqiy masofa qancha kilometr bo'lishligini topishimizda proporsiya yordamida aniqlashimiz mumkin. X qiymatini topishimiz uchun bu sonning qarshisidagi son 1 cm mahrajda ma'lum 4,5 cm va 20 km sonlari esa suratda o'zaro ko'paytmasi olinadi. Santimetr birliklari qisqarib ketsa, 4,5 ni 20 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 90 km kelib chiqar ekan. Demak, S javob olinadi. Bu yerda quyidagi vaziyatga e'tibor beramiz. 1 cm 20 km, shu yozuvni yana takrordan yozyapmiz. 4,5 cm ning qiymati qancha kilometrga mos keladi deyilyapti. Har bir santimetrda 20 kilometrdan 4,5 santimetrning qiymati so'ralyapti. Bu to'g'ri proporsional masala, ya'ni 1 santimetrdan 4,5 santimetrga tushishimiz uchun shu yerda 4,5 ga ko'paytirilgan deymiz. Xuddi shunday 20 dan pastga noma'lum kilometrga tushishimiz uchun ham xuddi shu tartibda 4,5 bilan ko'paytma qiymati olinadi. 20 kira 4,5 ning qiymati bunda ham mana 90 soniga teng chiqadi. 1 kilometrda olinadi. Demak, S javob olinadi. Ikkinchi masala. Ikki shahar orasidagi masofa 200 km. Agar xarita masshtabi yana 1 bo'lingan 2 million masshtabda berilgan bo'lsa, bu masofa qancha millimetr bo'ladi deb berilgan. 5 ta nolni o'chiramiz. 1 santimetrda bu xaritada 20 km tasvirlanayotganligi kelib chiqadi. Endi 200 kilometrni mos keluvchi santimetr birlikda aniqlaymiz. Xuddi yuqorida ko'rsatilganidek, bu yerda mana 10 marta orttirilyapti, ya'ni 20 km 10 ga ko'paytirilganda 200 chiqadi. Ikkinchi yozuv ham 10 ga ko'paytiriladi. 1 santimetrni 10 ga ko'paytirganimizda 10 santimetr birligi hosil bo'lyapti. Demak, x qiymati 10 cm ga teng. Uni millimetr deb ifodalash kerak. 1 cm qiymati 10 mm ga teng ekanligi uchun 10 ga ko'paytirib qo'yamiz. Demak, 100 mm soni kelib chiqar ekan. A javob olinadi. Uchinchi masala. Xaritada 3,6 cm uzunlikdagi kesmaga 72 km masofa mos keladi. Demak, 3,6 cm ga 72 km mos. Agar xaritada ikki shahar orasidagi masofa 12,6 cm bo'lsa, agar 12,6 cm bo'lsa xaritada, bu masofa aslida haqiqiy necha kilometrga teng ekanini topishimiz kerak. Proporsiya yordamida yechadigan bo'lsak, x ning qiymatini topishimiz uchun shu sonni qarshisida turgan sonni, ya'ni 3,6 ni mahrajga qo'yamiz. Keyingi ikkita sonlar 12,6 bilan 72 sonlari suratda ko'paytiriladi. Ikkala sondan ham bir qadam vergulni suradigan bo'lsak, 126, mahrajda esa 36 hosil bo'ladi. Suratda 72 ham bor. 36 ga qisqartiramiz. 2, 126 ni 2 ga ko'paytirganimizda 252 soni hosil bo'lar ekan. Demak, Y javob olinadi bu yerda. 4-masala. Detal 1 bo'lingan 5 masshtabdagi chizmada 2,1 cm uzunlikka ega. Endi bu yerda bu yozuvning ma'nosi 1 bo'lingan 5
ya'ni 1 santimetrga xaritada 5 santimetr akslantirilgan, ya'ni chizma 5 barobar kamaytirilgan degan ma'noni bildiradi. Biz o'sha detalni haqiqiy o'lchamini topishimiz uchun u hozir 5 marta kichraygandan keyin 2,1 cm uzunlikni 2,1 cm uzunlikni egallaganligi uchun aslini topamiz, 5 marta orttiramiz. Demak, haqiqiy o'lcham 10,5 cm bo'lgan detalda. Endi uni 1/3 masshtabda shu chizmada chizadigan bo'lsak, qanday uzunlikka ega bo'ladi deyapti. 1/3 mazmuni bu yerda 3 marta kichraytirsak, demak shu 10,5 ni endi bo'lamiz 3 ga. Demak, 10 ni ichida 3 tadan 9, 1. Demak, 5 ni olib tushadigan bo'lsak, 5 tadan ko'riladi ko'paytmamiz qiymati. Demak, 3,5 ga teng chiqar ekan. 10,5 ni 3 ga nisbati. Haqiqiy o'lcham 3,5 Y javob olinadi bu yerda.